viloyati Nishon tumani Oydin Mefe hududida joylashgan Oydin Uchbotir ishlab chiqarish kooperatori hududida o'tiribmiz. Bu yerda Xalq banki tomonidan tashkil etilgan bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida yerang'oq o'simligi ekilgan. Hozirgi kunda yerang'oq ekish ishlari tugab, mineral o'g'itlar bilan oziqlantirish ishlari olib borilmoqda. Oydin Mefeda joylashgan mazkur hududimizda 20 gektar maydonga 20 ta dehqon xo'jalikka ijaraga yer ajratib berilgan bo'lib, bu yerda 20 kishi ish bilan ta'minlangan. Ijaraga berilgan yerlardan unumli foydalanib kelinmoqda. Hozirgi kunda yerang'oq unib chiqib gullash jarayonini boshladi. Bunga hozirda Oydin hududida joylashgan Oydin Uchbotir ishlab chiqarish kooperativi lider tadbirkor sifatida biriktirilgan. Oktyabr oyining oxiri va noyabr oylarining boshlari bilan hosilni yig'ishtirib olib, ichki bozorga sotib, yuqori daromad olishni rejalashtirmoqdamiz.